Endi buni oddiy hisoblash majlisini bir narsa paqamliq bo'lgan. Bu 10 kunlik bilan qilmayli. Biz faqat tekst ramkasidan 2 ni yozib, ikki tekst ramkasiga birisiga 5, birisiga 6 ni kirgizib, aslida kuni bassa 5 6 ni qo'shib turgan narsa paqamliq. Endi undaq yasash uchun qanday qilamiz desanglar bo'llar. Ma taqvidishni taqvidib biz avval layoutni qurib olamiz. Activity main deganni ochdim men. Buning ichida hozir bizda bor bo'lgan narsa ikkita talkonibku. Ikkita talkonibning o'rniga men ikkita tal tekst ramkasi qilib bir talkonibni ham ep qolaman. Aslida ko'ribni o'chirib o'tay. O'chirib o'tdik. Endi tekst ramkasidan birini paydo qildi. Ma yozish uchun va shuni qo'ygandan keyin edit text desanglar tekst kirgizadigan narsa bo'ladi. Edit text degan tekst ramkasi ichiga tekst yozgan bo'lgan narsa paydo qilib turdi. Text view desanglar bu aloqa bir xat ko'rsatadigan narsa chiqarib turdi sizlarga. Shunga edit text o'zgartiriladigan text view degan mana faqat ko'rsatganlar bo'lgan text deb tushunsanglar bo'ldi. Endi bizning hozirgi mashqda ishlatadigan narsamiz edit text bo'ldi. Edit text buningki kengligini samparqidiklar bir narsa bo'lsa bo'ladi bu amaliyotda. Lekin chiroyliqlab ko'rinish uchun shu kuni biz 150 qilgan to'q. Buni bir 200 qilib qo'yaylik. 200 bo'lsin. Ondan mavi biz hozir soldan o'ngga mundaq tizdik-ku ishga kirgizilgan kontrolni. Endi tikalat tizgan qilsak ikki tekst ramkasining ostida bir tal nima konibka bo'lsa bo'ladi. Kengligini 200 qildik. Egizligi buning 30 bo'lsin. Endi buni taqib etay. Demak, tekst ramkasidan birini qurib bo'ldim. Endi ikkinchi tekst ramkasini quray. Edit text tab. Buni o'xshashlar 200 egizligini 30 qilib qo'yay. Sam qarsanglar siziqning ikkisi ko'rinyapti-ku. Tekst kirgizgan shu. Endi bu ikkisining oraliqni men jiroqlashtirmoqchi bo'lsam, bayatni o'rgangan bir xoslik bor. Qaysi xoslikni ishlatmay bo'lar? Marginni ishlatmay shunami? Marginningki men ikkinchi tekst kirgizgan ramkani tanladim hozir. O ramkaningki margin top deganni tanlasam, uning ustidan asroq oraliq tashlab turdim menga. Shu margin top deb yozaman yerga. Margin topni 30 oraliq tashlab bersin. Endi mana button deganninki margin 20 ekan buning. Buni 30 qilsak oraliq teng tashlandi. Endi bu holatda biz ijro qilib ko'rib boqaylik, qanday chiqadi. Taqimidan deydi. Qarab boqaylik. Text view'ni taqmoqda. Taqib etdik. Endi ijro qilib boqaylik. Endi xatolik chiqmadi. Bu yerda endi button salam degan narsani juvib etgan ekan, biz uni tonimida jo'ymaymiz. Tonimida uni koddan juvib etib turaylik hozircha. Juvib etsak bu xatolik yo'qaydi. Endi ikki tal siziq chiqibdi. Nega qatiz boqay? Men 30 deb yozib qo'yganim, ma'noga sal kichikka qoldi. Ya 30 degandan keyin deb qo'ymaga o'xshayman-ku men. Deb qo'yibdim-a. Buni shu tekstning
özününki mazmuniga asosan o'rin tashladan qilsak, rap content qilsanglar bo'ladi. Egizlikka asosan o'zi aniqlab oladi orliqni. Aslida bir tal siziq bo'lgandan keyin, o siziqning ustida qanchalik orliq qoldirdi, o narsani belgilab olmagandan keyin 30 desam shunga patmay qoldi. Endi rap content qilsak, mazmunga asosan belgilaydi uning egizligini. Endi ko'rib boqaylik. Endi xili yaxshi bo'libdi-ku. Endi men bismillah deganda hisobla deganga o'zgartirib bersam, bu bizningki ko'rinish loyihamiz tugagan bo'ladi. Mana botdan bu hisobla bo'lsin. Mavchu bu hisobla bo'lsin. Hisobla bo'ldi. Endi buni mana egizligi 50 bo'lsin. Endi ko'rib baqsaq. Bu holatda chiqdi. Qasanda ekranda bundaroq o'rni egallaydi, o'sha shaklda chiqadi. Endi biz bayatın usulimiz bo'yicha ikki edit tekstini farqlantirish uchun qaysi xaslini qo'shib to'g'ri keldi valla, ID qo'shib to'g'ri keldi, to'g'ri. IDni qo'shdik. ID maninki buni son 1 deylik, shunami? Endi ikkinchisini yana ID deb buni son 2 deylik. Endi maninki 10 klikni bosib bismillah degan funksiyani ijro qildik-ku. O funksiyaning ismini biz hisoblash deb o'zgartiraylik. Hisoblash deb o'zgartirsam, bu ana ishidagi ism o'zgarmaydi. Men ishga kirib koddan ayrim o'zgartirishim kerak bo'ldi. Endi kodning ishga kirdim. Kirgandan keyin ma'ni hisoblash deb o'zgartirib etdim. Ondan ma'vo birlam konubkimiz bo'lganlik uchun bu yerda A konubkasi manda qil, M konubkasi manda qil deyishimning ajiz qolmadi-ku hozir. Bu yerda ko'rsatadigan ishni qilishimning ajiz qolmadi. So'ng o'chirib o'tay uni. Ma'ni o'chirib o'tay. Endi hisobla deganni bassa bizning qildigan ishimiz nima bo'ldi desanglar, biz ikki tekstni elib, ikki tekstni nimaga aylantiramiz? Songa aylantiramiz. Andan keyin ikkisini qo'shib o'tamiz-ku. Bunda bo'lgandan keyin biz yo'q, forishlatmaymiz. Forgetmaydi. Tekst birini elish uchun bayatın konukilni elish uchun find view deb narsa chatdik-ku bular. Unda bo'lgandan keyin biz text viewning birinchi text kirgizgan ramkamizni son 1 degan ramkamizni aniqlab oldik avval. Val son 1 deganimizning o'zi teng find view by id. Buningki xosligi edit text tiplik control T o. Endi bu yana manda xatolik chiqsa, alt bilan interni besib etsak, üst taraf edit text deganni qo'shib berdi. Andan keyin xatolik yo'q deb bo'ldi. Endi ma'no ishiga id son 1 degan tanlasak bo'ldi-ku. Endi o'xshash usul bo'yicha biz son 2 ni aniqlab qo'ysak bo'ldi. Shuni ayirmaymiz, jumay. Ani ko'chirib qo'ydim. Demak, biz ikki tekst ramkasini kirib oldik. Ikki tekst ramkasini kirgandan keyin endi text 1 nimaga teng bo'ldi? Son 1 ninki tekstga. Son 1 ning tekstiga teng bo'ldi. Endi text ishqicho son 2 ninki tekstiga teng bo'ldi. Text. Ishqidan tekstga erishdik biz. Endi tekstni nimaga aylantiramiz? Songa aylantiramiz, bo'ldi. Biz endi hozircha butun son qilib turaylik uni. Butun son qilib endi val natijani chiqarmoqchi bo'lsak, text 1 ni to endi to'g'ri. Text 1 to
to string deyishga to'g'ri keldiki avval nima qilsanglar ma'ni xoslikqa string emas-ku. Ma'ni text desam bu anaqa string olmaydi ekan. Unda bo'lgan ekan. Avval qanday qilamiz? Text ber deganni bo'lmasa ma'ni o'zlan biz to string deganni nima qo'shaylik bo'ldi. To string. Ma'nida to string. Deyli. To string degan ekan, endi text birni nimaga aylantiramiz? To int qa. Endi shu taqchiqmidi-ku. Buni int qa aylantirib, qo'shma text ishga to int qa. Endi ikkisining natijasini biz bir tal muqim tekstda ko'rsatib qilamiz. Shuna qilaylik. Unda qilish uchun man ashtoq hisobla degandan keyin ma knopkaning ostida bayatın muqim tekstini chiqarish uchun text view ishlatamiz dedik-ku bolalar. Text view deb buning kengligi ekran bilan teng bo'lsin. Egizligi text mazmuni asosan o'zgarsin. Taqib etdim. Hamda buningki text alignment degan tekstni to'g'rilaydigan yeri o'tirib to'g'rilab qo'yinglar. Center desanglar tekstni o'tirib to'g'rilab berdi. Ondan text color deb tekstga rangni belgilab qo'yaylik. Rang qanday rang bo'lsin? Yeşil qilmoqchi bo'lsanglar, bu Android deb yozsanglar, color deb yozsanglar, undan keyin green deb yozsanglar. Green'ninki dark green, light green deb ikki green bor, ochiq qizil, bu qaramtili qizil deb. Qaramtili qizilni tanlay, ko'zni bekrak yemaydi bu. Undan keyin bu o'rin qasanglar yomon ta turdi-ku o'rin. Demak, hisoblash natijasi bek kichik chiqdi shu. Uni cho'ngaytirish uchun qanday qilamiz desanglar, text size deb tekstning cho'ngishligini tanlaydigan yer bor. Uni men 20 deb qo'yay. Hamda tekstning o'lchimi qarasanglar bu yerda dp deb kelgan tuqqan biz bolalarga. Normal kontrolning cho'ngishligini o'zgartirdik vaqtda. Lekin tekstning o'lchimida biz sp deganni ishlatamiz. Shuni bilib olsanglar bo'ldi. Tekstning cho'ngishligiga sp ni normal kontrolning cho'ngishligiga nimani ishlatamiz? Xatning cho'ngishligiga, xatning uzunlik kengligi bo'lmaganlik uchun sp deganni ishlatsak bo'ldi ekan deb tushunsanglar bo'ldi. dp ni ishlatsak ekranning cho'ngishligiga asosan sal o'zgarib ba'zida xat kichik bo'lib qolgan bo'ladi, lekin sp asosan avtomatik moslashtirib cho'nglikni muqim holat saqlab turadi. Shuni sp holat qilamiz. Endi buni ishlatish uchun buningga biz id dan birini qo'yib olsak bo'ldi-ku. id deb buni txt deyli, ostiga qo'yib natija deyli bolalar. txt natija deb buningga text ism qo'yib qo'ydim. Endi menga qaytdim. Natijani nimaga yo'llab berma? Ash tekstga natija yo'llab bersam bo'ldi-ku. Endi uni erish uchun men txt natija deganning o'zi find view by id buning xosligi text view. Endi yana o'xshash internet qaytarsam uni qo'shib etdi id. Ondan buningga nimalar ism qo'ydik? Text natijada ism qo'ydik. Buni akirdik. Endi ishlatalaymiz. Text natija deganninki textda tang nima? Natija degan int bo'ldi. Buni nimaga aylantiramiz? Stringga aylantiramiz. Endi kodni yozib bo'ldim. Ishlatib boqaylik. Ani men oldirmay tushuntirib qo'ymayman. Hozir tushunmagan bo'lsam, ko'ngilni yerima qilmay o'tirib turaman. Har bir kodni qilib. Qaranglar. Endi miyaga 5, miyaga 7 hisobladik. Ko'nib chiqib oldi buni taqib etdim.
Yeşil degan tang yeşil chiqdimi? Demak, hisoblag'ishimiz bitdi. Endi kodni tushunib boqaylik, bolalar. Endi kodni tushunib boqaylik. Mana taqib etdim. Birinchi qor. Bizningki layoutning ichida izohlagan Samber degan text ramkamiz bo'pti. Text ramkasini Samber degan narsaga yo'llab oldik. Birinchi qilishimiz shu bo'ldi, bolalar. Ikkinchisi o'xshash sanishga degan text ramkamiz bo'pti. Buni sanishga yo'llab oldik. Uchinchi qilishimiz mana Samberninki bizning og'inimiz text ramkasi mana. Text ramkasining ishidagi tekstni biz stringga aylantirib, text 1 deganga saqlab oldik. Endi soni 2 ninki ishiga kirgizgan tekstni stringga aylantirib, buni text 2 ga saqlab oldik. Anandan keyin natija hisoblashni qanday qildik? Bu ishga tekstni int ga aylantirgandan keyin qo'shib berdik. Qo'shib bergan narsamiz nima chiqdi bolalar? Int chiqdi-ku. Intni qo'shgandan keyin int bo'ldi u. Endi natijada buni ko'rsatish uchun men o'xshashlar izohlagan text view tipliq text natija degan narsani text natija deganga yo'llab oldim boshda. Ondan o text natija deganning tekstda bir xosligi bo'ladi. Har qanday text ko'rsatgan narsaniki. O text xosligiga chiqqan natijani stringga aylantirib yo'llab berdim. Shuning bilan mening bu oddiy hisoblag'uchim bitgan bo'ldi. Endi layoutning ichiga bir kirib, uni bir qarab, uni bir tushunib boqaylik. Layoutning ichiga kirsak, kodning o'zini ko'raylik bolalar. Bizning layoutda nima bor? Avval liner layout bor. Liner layoutni biz vertikal holat tizdigan qildik. Vertikal holatda bir tal text ramkasi, ikkinchi text ramkasi, bir konopka, ondan bir text ko'rsatkich. Muqim text. 4 narsani biz vertikal holatda tizdirgan qildik. Endi xosliklari. Buning ismini Samber deb qo'ydik. Kengligini 200 qildik. Egizlikini mazmunga asosan o'zgartirgan qildik. Ikkinchisi nima? O'xshash holatda qildik, lekin buningda bir ortiq xoslik margin top deb ustidan 30 orliq tashlasin deb shu margin top deb buni 30 qilib qo'ydik. Qolgan narsa mana birinchi text ramkasiga o'xshash. Endi konopkamiz-chi desak, konopkaga ID'ga ism qo'ydik. Uzunlik kengliklarini belgiladik. Andan keyin konopkaning xeti qaysi xat ko'rindi, buni yozdik. Oxirida bu konopkaga atrofdan qanchalik o'rin tashlaydi, buni yozib qo'ydik. Andan keyin konopkani kodga bog'lash uchun biz kodning ichida hisoblash deb bir funksiya tuzib qo'ygan edik. O funksiyaning ismini onClick deganga berib etdik. Buning bilan konopka besilgan vaqtda shu main activity'ning ishidagi hisoblash degan narsa ijro bo'lgan holatga keldi. Endi natija chiqadigan text view'ning xosligida nimalar bor desanglar, id'si text natija deb ismni manda qo'ydik. Buning bir kengligi bor, egizligi bor. Ondan textni to'g'rilash degan text alignment degan text boshqa to'g'rilamda, oxirgi to'g'rilamda, o'tirib to'g'rilamda degan narsa bolalar. Bo'liq Word ishlatib baqqan bo'lsangiz bilasizlar-ku, to'g'rilash degan narsani. Biz ham natija qilib o'tirib ko'rinsin ekranning deb tekstni to'g'rilaydigan yerini o'tirib qilib qo'ydik. Ondan tekstni sal cho'ngroq ko'rinsin deb 20 qilib qo'ydik cho'nligini. Ondan tekstninki fontning cho'ngishini belgilashda DP ishlatmaymiz, SP ishlatamiz. Ma'nosini boshqa cho'ngishni belgilaydigan narsalarni farqlantirib olsangiz bo'ladi. Andan keyin rang belgilashda biz izohlagan value degan narshida, color degan narshida bir talay ranglarning tizimligi bor. U ranglarni ishlatsak, bevosita color deb ham ishlasak bo'ldi bolalar. U ranglarni ishlatmoqchi bo'lsak, izohliq ranglar bo'lgandan keyin color deb bundan ham bossak, bu yerda purple 200, purple 500, purple 700 deydigandek shunday ranglar bor-ku, bizning izohlab qo'ygan. U ranglarni bevosita ishlatgili bo'ladi. Agar buni ishlatmaydi, asosiy yeshil, qora, oq degandek anday ranglarni ishlatmayman desanglar,
O rangning hammasi Android tezarliqli qildi. Androidning ambirda. Endi Android tezarliqli rangni ishlatish uchun gapni qanday boshlaydi ekanmiz desanglar Android deb boshlaymiz. Android deb uyg'ondan keyin buningga color desanglar Androidning ishidagi ash ranglarning tizimligini chiqarib berdi sizlarga. Anda bu color deganning ishida ingliz rangning ismlarini bilan bilib olsanglar. Masalan, oqni white deydi. Qorani black deydi. İngilis ismi asosan kirgizgili bo'ladi. Va yoki buni iliq rangninki 16 sistemdagi kod bilan rangni kirgizgili bo'ldi deb bir narsa deb bergan burun sizlarga. Darsni yangi boshlagan vaqtda biz iliq 2 sistema, 8 sistema deb bir narsa so'zlagan vaqt. Endi rangni yana 3 ko'rib bir narsa qilib paydo qilib bo'ldi. Qanday paydo qilib bo'ldi desanglar, masalan, birinchi guruhiga F, ikkinchi guruhiga F, uchinchi guruhiga F bo'lsa, bu yoqqa qarasanlar qanday rang chiqdi? Oq rang chiqdi. Bu rang shakllantirishninki qonuniyati nima desanglar? Rang birinchi xona qizilga vakillik qiladi. Ikkinchi xona yeshilga vakillik qiladi. Uchinchi xona ko'kka vakillik qiladi. Bu yerga men yozib qo'yay. Maliyotning ichida zot bunday shaklda bo'ldi. Bolalar ikki chiziq chizib qo'ysak zot bo'lmaydi. Shunga men bu yerga tushuntirguchi yozib olay deb ma'ni yozib qo'ydim. Bu rang o'lchimini RGB deymiz. R degan inglizcha qizil deganninki birinchi harfi. G degani inglizcha green, yeshil degandan birinchi harfi. B degani inglizcha blue degandan birinchi harfi. Demak, men RGB qimmatni o'zgartirish orqali rang asli qilishda agar birinchi harfi F qilib ikkinchi 2 3 0 qilsanglar, bu yerda qizil rang chiqadi. Bu normalda 255 qimmat oladi. 255 degan 2 tal F bo'ladi bolalar. 2 tal F, 2 tal 0, 2 tal 0 manda qalatni qilsak. Bu 0 dan 255 gacha qimmat elib manda rang ifodalagan bo'ladi yoki shu 3 xonali qilsanglar, mavo 0 dan 15 gacha qimmat oladi. 0 dan 15 qimmat oladi, 0 dan 15 gacha. Lekin 16 sistem bo'lganligi uchun 10 ni A bilan, 11 ni B bilan, 12 ni C bilan, 13 ni D bilan, 14 ni E bilan, 15 ni F bilan ifodalaydi. Shunda bo'lganligi uchun men F degan 15. Men hozir F00 deb ma'lumotda rang kodini yozdim. Endi ko'rib boqayli, tekstimiz qanday chiqdi. Ma'ni izohatni elib etmasam, o'sha chiqadi ekan. Elib turay. Ya bo'lmasa meshada o'zgartib bilan sinab beray sizga bolalar. Qaranglar. Men ikkisini FF qilsam, seriq rang chiqdi. Endi ikkinchisini F qilsam, yeshil rang chiqdi. Uchinchisini F qilsam, ko'k rang chiqdi. Demak, yeshil, qizil, yeshil, ko'k degan shu 3 xil rangni guruhlash orqali rang asli qildi bu kod. Endi buni o'zingizlar to'rdan izlab baqsanglar, rang kodlari deb bir narsa bor. Photoshopdan ishlatildimi? Sizlar rang tanlagandan keyin shu rangninki RGB kodi shakllandi. Shu kodning qonuniyati shu men hozir deb bergandek bo'ladi. Shunga endi yeshil rang chiqarmoqchi bo'lsak, yeshil rang degan qizil bilan seriq aralashgan chaqda, qizil bilan seriq aralashgan chaqda yeshil rang chiqadi. Yo'q, yeshil rang ikkinchisida bor ekan. Qizil bilan yeshil aralashsa seriq rang chiqadi. Qizil bilan yeshildan seriq rang hosil bo'ladi. Endi men mavi ikkinchi xonasi yeshil, uchinchi xonasi nima? Ko'k. Ma yeshil bilan ko'kdan nima rang hosil bo'ldi ekan desanglar, havo rang hosil bo'libdi bu yerda. Shuningdek, bunaylik rangning qimmatlarini o'zingizlar o'zgartirib baqsanglar, paydo bo'lgan rangga asosan mendaq bo'ldi ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Endi ba'zida Androidda shunda rangni menda yozib qo'ysa, nima ekan deb bilmay qolmasin deb men menda tushuntirib berib qo'ydim. Endi hozircha bevosita ism bilan rang kirgizib ishlatsanglar bo'ladi. Rang
bayatınki usul boyunca biz Android dep, Color dep, aşırı ismini bilan berip koyalım bunlar. Qara bolsa bilek desek buldu. Qara qıtırladırça. Endi programmamizni icra qildi. İcra qildik. Chiqdi. Yozdik. Bu knopkani mana bassak knopkani yoshirib izdan qilsak bo'ldi ekan, ha? Demek ma'ni qo'sa buni chiqargan nasib bo'ldi. Endi programmani mukammal qilishning yana ishlik qadamlari bor vallahi. Hozir biz programmani tuzdik, lekin buning ichiga masalan A deb kirgizili bo'ldi. A degan son emas. Men hozir buni A ni kirgizib qo'yib, ma'ni bassam, programmam chekinib ketadi. Ha, o avtomatik ashunaq Androidning o'zida ashunaq bo'ldi. Men kod yozmadim unga. Endi uningdaligi tayyor masalan aktiv palettikinasining rengi malet chiqibdi o marangda. Endi bu rang nimishki bu rangni tanlaydi desanglar, shu uslubning ichida qaysi rang belgilangan bo'lsa, shu rangni tatidi. Shunga marangni boshqa rangga o'zgartirdim deydiganlar. Bizligi project deganninki ishiga values degan ashik qarasak, buningda ranglar tizimdagi bor bo'llar. Ranglar qaradik. Ranglarning ichida buni hozir ishlatayotgan rangi shu marang ekan go. Masalan shu tel degan rangni ishlatibdi. Tel 200 degan ishlatibdi bu. Endi bu tel 200 degan rang bizning uslubning ichida, uslub deganni themening ichida zalindo deb bergandim go sizga bolalar. Themeninki astidagi qorong'u uslub, ustidagi yorug' uslub, biz hozir yorug' uslubni ishlatyapmiz. Shu ma'nosini kirib qarasak, bu yerda asosli rang anandan keyin ikkilamchi rang degandek gaplar bor bu yerda. Qarasanglar bu yerda ikkilamchi rang deganning qatorida ma'nosi turdi-ku. Ikkilamchi rang deganning qimmatini men masalan tel 200 deganni rang tizimlikida bor purple 200 rangga o'zgartirib yetib baqay. Demak, hozir men uslubni almashtirib etdim. Uslubdagi ma'lum bir rangning qimmatini o'zgartirib etdim. O'zgartirib etgandan keyin endi biz appni ijro qilib qarab baqaylik. Appni ijro qilib qarab baqsak, o'zgaribdimi? Demak, bu narsaning hammasi shu uslub bilan munosabatli bo'ldi bolalar. Uslubning ichida belgilangan ranglar, sizlar shu uslubning ichiga kirib qarab baqsanglar, mishada burun bor rang qaysi rang qimmatning qatorida bo'lsa, shu rangni o'zgartirib, o'zingizning yoqtirgan rangiga almashtirib olsanglar bo'ldi. Shunga rang almashtirish degandek narsalar asosan shu uslub bilan mangdi. Theme degan qimmatlining ichida bo'ldi bu narsalar.